Assalomu alaykum do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Yil boshidan beri 160 mingdan ortiq chet el fuqarosi Rossiyaga kirishga rad etilgan yoki deport qilingan. Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmatining vakili Aleksey Gasayevning xabar berishicha, 2025-yil boshidan beri 160 mingdan ortiq odam Rossiya fuqaroligiga Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilgan, ya'ni deport bo'lgan, vodvorение bo'lgan. Uning aytishicha, politsiya bu yil tekshiruvlarni kuchaytirgan. Aniqlik kiritish uchun qolish qoidalari holatlari taxminan 30% da oshgan. Ko'p odamlar Rossiyaga boshqa nomlar bilan o'zgartirib kirgan ma'lumotlar, ya'ni familiyasini o'zgartirib kirganlar bo'lgan. Chegara xizmati yil boshidan beri taxminan 3000 ta odamga shunday qayd etilgan va ularning birortasi ham kiritilmagan ma'lum bo'ldi. Ya'ni deport bo'lib familiyasini o'zgartirib kelganlar kiritilmagan. Rossiyadan chiqib ketish kerak bo'lgan, ammo yashirinib yurgan chet elliklar soni 2,5 barobarga ko'paygan. Ular topilgan va jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bundan tashqari hujjatlarni soxtalashtirish, falsifika hujjatlar bilan yurish, tayyorlash yoki sotish, sotib olish kabi migratsiya bilan bog'liq jinoyatlar soni ham oldinga qarab ko'payib ketgan. Noqonuniy migratsiya tashkilotlari bilan bog'liq ishlar 45% ga, hujjatlarni qalbakilashtirish bilan 22% ga oshgan yana. Avvalroq Ichki ishlar vaziri Rossiyaga yirik aeroportlarda chet elliklar yanada qattiqroq tekshiruvdan o'tadigan dastlabki 12 ta migratsiya nazorati punktlari ochilishi haqida xabar bergandi. Ushbu nazorat punktlarida siz samolyotga minib ketishingizdan oldin shu migratsiya punktida tekshirilasiz. Keyin agar sizda hech qanaqa qoidabuzarlik, qonunbuzarlik holatlari, hujjatlaringizda kamchiliklar aniqlanmasa, uchib ketishingiz mumkin. Agar aniqlansa, yo reysdan qolasiz yoki shu joyning o'zida jarima to'lab yana uchib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ulgursangiz mana shu reysga. Bu nazorat punktlari faqatgina endilikda Rossiyani faqat aeroportlarida, уже etap poyezd vokzallarida va chegara o'tkazish punktlarida ham ochish rejalashtiryapti hukumat. Shuning uchun Rossiyaga kelayotganlar imkon boricha qoida buzmasdan dokumentalni yurib, hujjatlarni to'g'rilab yurishga harakat qilinglar. Ishlashga kelmoqchi bo'lganlar Rossiyaga ayniqsa. Bo'lmasam anchagina ketish paytida qiyinchiliklarga uchrashlar уже yuzaga keladi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, podelitsiya qilib qo'yishingiz chiqmasin. Sog' bo'linglar.